Avtohalokat, qotillik va og'ir kasallik tufayli hayotdan bevaqt ko'z yumgan o'zbekistonlik mashhurlar. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Dunyo o'tkinchi, olam esa haq. Xoh shoh bo'lsin, xoh gado. Ajal hech kimni ayab o'tirmaydi. Minglab muxlislarga ega san'atkorlarning ko'pchiligi ijodi eng gullagan hayotga hali tuymagan vaqtda vafot etgan. O'zbek san'ati va madaniyati, estrada va shou biznesdagi ana shunday taqdir egalarining o'limiga nima sabab bo'lganini xotirlaymiz. Oxunjon Madaliyev giyohvand moddalar qurbonimi? Xonanda Oxunjon Madaliyev 2000-yillarning 29-iyun sanasida 37 yoshida vafot etgan. Oxunjon Madaliyevning vafoti haqida odamlar orasida ko'plab mish-mishlar yuradi. Kimdir uni narkotik modda iste'mol qilib vafot etgan desa, boshqa birov suiqasd qurboni bo'lgan deydi. Men o'sha kuni Oxunjon akamga haydovchi edim. Tikoda yurardim. To'y tugagach Oxun akamni akalari olib ketgandi. To'y chiroyli o'tgach yo'lga chiqdik. Oxun akam to'ydan charchagan, doim uzoq yo'lda uxlab ketar edi. Farg'onadagi Girgilida Anvar aka hovlisiga yetib borib, Oxun akamni uyg'otishga urindim, lekin u turmayapti. Qo'rqib tez yordamga murojaat qildik. Doktor Oxun akamni 40 daqiqa oldin vafot etganini aytdi. Biz bunga ishonmay shok holatda qoldik. Ba'zi odamlar narkotik qabul qilgani haqida gapirgandi, lekin Oxun akam hech qachon bunday moddalar iste'mol qilmagan edi. Bu holat odamlar tomonidan turlicha talqin qilindi, deydi Oxunjon Madaliyevning haydovchisi Po'latjon Omonov. Xonanda aslida yurak xurujidan vafot etgan. Rejissyor qotili bo'lgan mardikor yigitlar. Aktyor va rejissyor Scan Multi taxallusi bilan ijod qilgan Iskandar A'zamov 2006-yil 23-iyunda 28 yoshda suiqasd qurboni bo'lgan. 11 yillik ijodi davomida yuzlab musiqiy videokliplarni suratga olgan. Iskandar A'zamov o'z uyida 2 nafar yigit tomonidan shafqatsizlarcha pichoqlanib o'ldirilgan. Uning xizmatini qilib yurgan mardikor yigitlar uning orqasiga va yuragiga bir necha marta pichoq urgan. Qotillarning san'atkorni o'ldirishdan maqsadi pul bo'lgan. Ular rejissyorning uyida pul ko'p bo'ladi deb o'ylagan, ammo bunday bo'lib chiqmagan. Jinoyatchilar ushlanib, ularga qilmishiga yarasha jazo tayinlangan. Mudhish avtohalokat qurboni bo'lgan Mo'min. Fojialar guruhi a'zosi xonanda Mo'min Oripov 2009-yilning 28-iyulida avtohalokat oqibatida 25 yoshida vafot etgan. Qandli diabetga qarshi kurashgan komik aktyor Shuhrat Nurullayev 2017-yil 22-noyabr sanasida 37 yoshida vafot etgan. Piyodalar yo'lakchasidagi avtohalokat. Aktrisa Farangiz Rejametova 2018-yil 20-iyulda avtohalokat oqibatida 25 yoshida halok bo'lgan. Oyijon filmidagi bosh roli bilan tanilgan aktrisa Fotima Rejametovaning qizi Farangiz Rejametova san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakulteti bitiruvchisi bo'lgan 25 yoshli aktrisani 2018-yil 20-iyul kuni soat 21:15 lar atrofida Abdulla Qodiriy va Mahatma Gandi chorrahasidagi piyodalar o'tish joyida Mercedes-Benz mashinasi urib ketgan. Haydovchi Farangizni kasalxonaga olib borgan, ammo aktrisa yo'lda olamdan o'tgan. Nomus himoyasi. Harakatlanayotgan yuk mashinasida tushib ketgan aktrisa Gavhar Sharipova 2019-yilning 19-noyabrida 39 yoshida olamdan o'tgan. 2019-yilning 18-noyabridan 19-noyabrga o'tar kechasi soat 2:20 larda G'uzor tumani yo'lida Isuzu yuk avtomobili haydovchisi yo'lovchi sifatida ketayotgan Gavhar Sharipovaga shilqimlik qilgan. Bir qo'li rulda bo'lib, o'ng qo'li bilan aktrisani yelka va qo'llarini ushlagan. Aktrisa avtomobil eshigini ochib, uni ushlab turgan. Haydovchi buni ko'ra turib harakatlanishda davom etgan. Oqibatda o'zini himoya qilishga uringan. Gavhar Sharipova avtomobil kabinasidan tushib ketib, hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Ummon yulduzining oqqonga qarshi kurashi. Xonanda Jasur Rafiqov
2022-yilning 14-noyabrida saraton kasalligini boshdan kechirib 31 yoshida olamdan o'tgan. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib